Men Kenja Botirman. Taniyapsizmi? Bog'imizda olma pishgan ekan. Otam uchun olib keldim. Bilasiz-a, men doim otam aytganini qilganman. Duosini olganman. Shuning uchun hech qachon yo'ldan adashmaganman. Mayli, otam kutib qoldi meni. Salom, men Pinokyoman. Adashdim. Salom, men Pinokyoman. Meni Geppetto bobom yasagan. Ularni ko'p xafa qilardim. Doim qochib ketardim. Lekin xatolarimdan xulosa chiqarib, bobojonimni qadrlashni o'rgandim. Qo'y bolalar, sizlar ham kattalarning aytganini qiling, xo'pmi? Pinokyo, qayerdasan? Hozir bobojon. Men esa Cinderellaman. Eslasangiz kerak, juda ko'p qiynalganman. Lekin hammaga mehribon bo'lganim uchun, kattalarni hurmat qilganim uchun ertakni oxirida orzularimga erishdim. Men hozir ham juda mehribonman. Men Spidermanman. O'rgimchak odamman. Men odamlarga yordam beraman va ularni himoya qilaman. Ayniqsa keksalar meni juda yaxshi ko'rishadi. Bolalar, sizlar ham boshqalarga yordam bersangiz, menga o'xshab super qahramon bo'lasiz. Yordam beringlar. Hozir. Assalomu alaykum. Men Zumradman. Bugun ham erta tongdan uyg'onib, shirin kulchalar pishirdim. Chunki bugun sehrgar buvijonimni ko'rishga bormoqchiman. Biroz betob ekanlar. Bolajonlar, sizlar ham buvijonlaringiz va bobojonlaringizni ko'rishga boring, xo'pmi?